alaykum hammaga. Biz yangi devor mebel Andijonga Jalaquduqqa kelganmiz. Xo'p, bu yerda o'zlarining eski shkaflari bor edi. Buni maydalab chiroyli qilib taxlab qo'yishgan ekan. Ichki qismiga shuni ishlatamiz. Fasad qismi o'zimiz olib kelgan materialdan bo'ladi. Sekin ko'rsatib boraveramiz. Devor mebelimizni korpusi tayyor bo'ldi. Bir taraf taxmon, bir taraf shkaf bo'ldi. Taxmon taraf o'sha pastdan tepaga qarab taxlanadi. O'rta polkali. Ichiga eski shkaflar ishlatib o'rilgan. Devor mebelimiz tayyor bo'ldi. 3,5 metrga balandlik 3,60, ichkari qismiga o'zlarining eski shkaflar ishlatib ketgan. Andijon Jalaquduqda biz shuni polkaladi. Arzon variant, orqasi devor holatda qolgan. O'zlarining shkaflarining ichidan chiqqan DPni orqa qismiga mana shunday qilib qotirib berdik. Boshqa moshlar vakuum, qora turbali ruchkalar. Narxi 4 million so'mga mana shu holatda tayyor bo'ldi.